Bolangizga ovqat yedira olmayapsizmi? Oziqligidan aziyat chekyapsizmi? Uni ustida juda ko'p bolalarda hozirgacha muammosi bor. Bugungi retseptim bolangizga nonushtada va kechki taom o'rnida iste'mol qilsa, uni semirtirishga yordam beradi va oqsilga boy bo'lgani uchun ham gijjalardan xalos etishga yordam berishi mumkin. Buning uchun bizga uydagi bor bo'lgan chaqchuqlar kerak bo'ladi. Bu yerda men yong'oq, mayiz, qovoq urug'i va bodom danagidan foydalandim. E'tibor bersangiz, qovoq urug'i bu yerda ko'p miqdorda, chunki qovoq donakchalari bolada gijjalarni tushirishga yordam beradi. Hatto buni kattalar ham bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Buni biz blenderda sut bilan birgalikda yaxshilab blender qilib olamiz. Men magazinning sutidan foydalandim, lekin siz uyda tayyorlangan sutni qaynatilgan va iliq haroratda bo'lganini agar ishlatsangiz, effekti 2 barobar kuchliroq bo'ladi. 3-4 daqiqa yaxshilab blender qilib oldik va buni stakanga solib, endi zavtrak va ujinda bemalol bolalarimiz va o'zimiz iste'mol qilsak bo'ladi. Unutmang, bu bizni semirtirishga yordam beradi.